Tadbirkor aka-akalarimiz uchun sizlarga zo'r variantdagi 1 gektarli binomizni topib qo'ydim. Quruq yer sifatida xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Sizlar uchun zo'r variantda bo'rimizga to'yxona tushirsangiz ham bo'ladi, yana bir tijorat binolarini tushirsangiz ham bo'ladi. O'zingiz uchun bir chiroyli etib sex qilsangiz ham bo'ladi. Mana shu o'rimizning manzilini video davomida aytib o'tib ketamiz. Bizlarning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Bizlar bo'lsa manzili bilan batafsil ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. Binomizning manzilidan keladigan bo'lsak, Qipchaqurukdan o'tib, ya'ni Toza bozordan o'tganimizdan keyin Ems ko'pirdan tushganimizdan keyin chap qo'limizda mana shu ko'chadan 100-200 metr yuradigan bo'lsak, ya'ni burungi karbish zavodida joylashgan. Bu yerimiz o'tgan bo'lsa, Alayskidan keltirganimizda Ems ko'pirga yetmasdan o'ng qo'limizdagi mana shu ko'chadan kirib boramiz, 100-200 metr uzoqlikda. Mana shu o'rimiz xudo xolasa video davomida batafsil ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. Yo'mizda Qipchaquruk Toza bozordan o'tib keltirganimizda, Ems ko'pirdan tushib chap qo'lga burilganimizda mana shu o'rimizda 1 gektarli binomiz sotuvga qo'yilyapti. Ya'ni karbish zavodidan bir muyshi desak ham bo'ladi, karbish zavodida joylashgan. Hamma biladi bu yerda karbish zavodi kelsa 100-200 metr mana shu trassadan yo'lning bo'yidan tushib kelganimizda mana shu o'rimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Bu o'rimiz uglovoy. Hamma narsasini ekranda chiqarib ketamiz. Bu yoqlari hamma narsasi ko'chat tarafi bu yoqdan yo'l o'tiladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu o'rimizdagi 1 gektarli binomiz sotuvga qo'yilyapti. Bu o'rimizga tijorat binolarini qursangiz bo'ladi. Dokument hamma narsasi soz, firmaning atida turibdi. Mana shu binoni xudo xolasa kimdir sotib olishi mumkin. Xo'p, sotiga keladigan bo'lsak, bo'rimiz 1 gektar 100 sotikdan iborat bo'ladi. Bo'rimizga to'yxona qursizlar ham, bo'rimizda zo'r plashatka tijorat binosi. Yo'lning yuzini yatan 100-200 metr bor bo'rimizga. Haligan biznesingizni qilsangiz bo'ladi. Yo'qsa bo'rimizga kichkina bozorcha qilib turib tushirsa bo'ladi. Mana shu o'rimiz zo'r biznesga qatib ketadigan maydon hisoblanadi. Mana shu binomiz sotuvga qo'yilyapti. Dokument ham narsasi soz deyilyapti. Otingizga to'g'ri o'tadi. Xo'p, narxlari hamma narsasini keladigan bo'lsak, narxlarini bir qator tanishtirib o'tamiz. Bo'rimiz 1 gektar, sotigina 15 million so'm aytilyapti. Yana tayin aytishib, tartishib kelish to'yinlari bor deyilyapti. U qatib qolgan sen emas deyilyapti. Mana shu binomiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Bo'rimizga chiroyli etib tijorat binosini tushirsangiz bo'ladi. Hech narsadan muammosi yo'q. Bir qator o'zingiz uchun ko'rib, tekshirib, dokumentlari bilan tanishib chiqib, keyin baraka qilsangiz bo'ladi. Mana shu binomizning umumiy maydoni 1 gektar, ya'ni 100 sotikdan iborat. O'zingiz uchun dokumentlarni yana bir qator tekshirib, ko'rib olasizlar. Yana ochsangiz, xudo xolasa bo'rimizning sotigini 15 million so'mdan aytib yana ochib tortishib kelishgan o'yinlar bor. Qotib qolgan sen emas. O'zingiz uchun bir qator yerlarini, dokumentlarini hammasini ko'rib olasizlar, keyin turib narxlarini bir qator aytsangiz bo'ladi. To'g'ri otingizga notariusda o'tadi, hech qanday problemasi yo'q deyilyapti. Bo'rimizga yana bir tijorat binosi bo'lmasa, qandaydir o'zingiz uchun, biznesingiz uchun binolarni tushirib foydalansangiz bo'ladi mana shu o'rimizda. Mana shu binomiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, tez aloqaga chiqamiz. Baraka qilib yuboramiz. Hammaga yaxshi kayfiyatlar bilan Ma'lumotlar kanali bizni kuzatishda davom eting va bizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi reklamalarni o'tkazib yubormaslik uchun. Mana shunday, hammaga yaxshi kayfiyat, Ma'lumotlar kanali sizlar bilan.